Sizlar buni oldingi historiyada ko'rgan bo'lsanglar, Tasko Kenyaning Nodirov ham yana aynan menga hijab mo'ljasiga keldilar. Nimaga meni bu narsa xursand qiladi? Chunki ularni men shaxsan o'zim reklamaga deb chaqirmadim. Bu ikkinchi bora kelishlari o'zlari xohlab, telefon qilib, yozdirib, bu safargida esa Instagramdan yozib bormoqchi edim hijomaga, shu boramiz, qilib qo'ya olasizmi dedilar. Alloh izni bilan qilib qo'ydim. Mo'ljalarimiz har doim ularga yoqqan. Yakshanba kunga yana kelaman deb yozdirib ketdilar. Reklamaga chaqirmaganimni mana bitta isboti, hattoki istoriyalarda meni atmetka qilib, xursandliklaridan hattoki pul ham tashlab ketdilar. O'z mo'ljamiz 300 ming so'mlik muolaja oldilar, lekin 400 ming tashlab ketdilar. Plus istoriyaga ham qo'yib berdilar. Samimiy yoqqanidan qo'yib beraman dedilar. Allohimma barik bo'lsin, samimiy ayollar, bunga shak shubha yo'q. Har doim guvohi bo'lganman. Umumiy qilib aytganda nima